Sizlar bilan hozir archani ekamiz. Ko'pchilik so'rayapti. Archani ekkanda xatoliklarga yo'l qo'yishayotgan ekan. O'zi ko'rsatganim, yana bir marta ko'rsatib o'tib ketaman. Qaranglar. Mana archa bemalol bo'lsin deb, chunki katta archa bemalol bo'lsin, drenajli sloylari bemalol bo'lsin deb tigini zo'r qilib teshib olamiz. Mana tuvini ko'rsat. Mana tuvi bo'ladigan bo'lsa, drenajni mana masjidgacha ham soldim. Ko'ryapsizlar. Drenajli sloyni soldim. Keyingi shagimiz. Mana ko'ryapsizlar. Grunt zo'r bo'lsin, chunki bundan pitaniya olish kerak, oziqlanish kerak. Prosta ekdi, bo'ldi emas. Bundan vitaminlarni olish kerak bu. Ana o'shanda maza qiladi. Vermikulitni ko'proq qo'shinglar. Vermikulit o'zida vlagani ushiydi, qo'lni ushiydi. Ana o'sha suvni yaxshi ko'radigan, vlagani yaxshi ko'radiganlarga vermikulitni ko'proq qo'shamiz. Aperlit ham bor ichida, o'zining me'yorida, чтобы grunt rixli bo'lib turishi uchun. Keyingi etapga ketamiz. Qaranglar, mana bunaqa kashboda keladi, bir xilda kashokda keladi. Mana buni sekingina kesib olamiz, yirtamiz. Esinglarda tursin. Bunga shikast yetkazmaylar umuman. Ortiqchalari kerak emaslarni olib tashlaymiz, chunki bizga bu kerak emas, biz hozir buni ekamiz. Ko'ryapsizlar. Mana kerak emas narsalar bular. Qaranglar. Bitta sloy gruntni soldim, ko'rib turganingizdek. O'zi ichida bor drevesniy ugl, yana solamiz, ayalaymiz, chunki suvda ko'p turadi. Karnivinni sevib ko'ringlar, ildiz maza qilsin. Ayamaylar, ekish, to'g'rilab ekish kerak. Qaranglar. Mana bismillahirrohmanirrohim deb qo'yamiz. Shundoligicha qo'yamiz. Agar bizsak bo'ldi, qotadi. Shu uchun ko'rma buzilmaydi. Yangi gruntga sekin astalik bilan o'rgatib borishimiz kerak. Xudo xolasa mana shu archa inshaalloh zo'r turib bersa, 1 yilgacha ham o'zini mana shu yer kuchi bilan, vitaminlar bilan tetatsiya qilib turadi. Mana shunaqa qilib mana qilasizlar, so'ganlardan keyin har doim uringlar. Bir xillar ekyapti-da, orasida anaqa qolib ketyapti, havo qolib ketyapti. Havo qolib ketish kerak emas. Mana archamizni ekib oldik. Mana ko'rib turganlaringizdek ko'rsatib archani. Mana ko'rdinglar. Qaranglar. Mana archani ekkandan keyin ko'rsat. Bildik, ko'm mana masjidga tushdi. O'zini ko'mi. Ko'mi loydan iborat bo'ladi. Albalasizlar, loy tez suv o'ziga olmaydi. Mana bunga ozgina suv qo'ysanglar ham bo'kib ketadi. O'shanga suv quyayotganingizda qo'rqmasdan mana masjiddan 700 gram suvni bemalol quyib yuboringlar. Chunki bu kesak loy oxirigacha ham suv ichmaydi. Betiga borsa, mana bu ko'm loyi ichida ildiz bo'ladi. Ildiz oxirigacha ichmagandan keyin archam quriyapti deysizlar. Keyin kuniga kerak bo'lsa 2-3 mahal iliq suv sepinglar bunga. Qo'linglardagi suv iliq bo'lmasin, archa ketayotgan iliq suv bo'lsin. Mana ko'rib turibsizlar. Qizarganiga ahamiyat bermaymiz. Bitta izobion sepib olsanglar yoki bo'lmasa aminazol sepib olsa ketadi. Chunki bu yo'lda kelayotgan transportirovkada shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, archamiz tayyor, chiroyli, boqishonsiz. Sog' bo'lasizlar, foydasi tegamiz ko'rsatamiz.